Qaysi Dysonni tanlash kerak? Bu haqiqiy erkakcha obzor bo'ladi. Chunki Dysonni modellari ko'p. Biz lekin erkaklar bitta narsani bilamiz, ayolimiz yoki qizimiz Dyson xohlashyapti, lekin qaysi model tanlashni bilmayapmiz. Salom do'stlar, men 5 yildan beri texnika sohasida ishlayman va Dysonlar bilan ham shug'ullanaman. Shu yil ichida tanishlarim, qarindoshlarim, mijozlarimdan почти hammadan bir xil savol: ayolim Dyson xohlayapti, nima model olishni bilmayman yoki Dyson podarkaga kerak, qaysi modelni olsam bo'ladi? To'g'ri, tanlash oson emas. Fen, styler, выпрямитель otlari ham bir-biriga o'xshab ketadi. Lekin men bugun sizlarga hammasini qisqarli, tushunarli qilib ko'rsatib beraman va eng oxirida Dysonni Quande Kicks modeli haqida o'zimning shaxsiy fikrimni berib ketaman. Agar siz ham ayolingiz Dyson xohlayman deyotgan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Hammasi oddiy, fen quritadi, выпрямитель tekislaydi, styler bo'lsa uni ham buni ham qiladi. Biz fenlardan boshlaymiz. Bu Dyson Supersonic Neural. Oddiy ko'rinsa ham allaqachon aqlli fen darajasiga chiqqan. Scalp Project Mode, ya'ni bosh teringizga fenni yaqinlashtirsangiz, issiqlikni o'zi tushiradi va soch ildizini quritmaydi. Nasatkani taniydi, har bitta nasatkani avvalgi rejimini eslab qoladi va qaytadan sochlab o'tirishingiz shart emas. Ranglariga keladigan bo'lsak, ranglari sakura rangda, o'sha ko'pchilik bilgan sakura rangda bor, Tiffany rangida bor. Tiffany rangi ham vobshe chiroyli chiqqan ranglardan hisoblanadi. Jasper Plum rangi, Red Velvet rangi va Vince Blue ranglarida bor. Yana bitta zo'r funksiyalardan biri pauza rejimi. Fenni ishlab turgan holda shunday qo'ysangiz o'zi o'chadi, qaytib qo'lingizga olsangiz yana ishlab ketadi. Issiqlik ko'rsatkichi bor, ranglar yordamida o'zi qanaqa darajada ishlayotganini ko'rsatadi. Qizil bu issiq, sariq bu o'rtacha, ko'k bu muzdek holatda ishlayotganini bildiradi. Agar ayolingiz har kuni soch quritsa va sochlarga alohida parvarish qilsa, eng zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangani kerak bo'lsa, bu fen aynan ular uchun. Dyson Airstraight bu soch quritish va tekislashni bir vaqtda o'zida bajara oladigan noyob qurilma. Balki kuchli va aniq boshqariladigan havo oqimi yordamida tekislaydi. Natijada sochlarga zarar yetmaydi va tabiiy yaltirab turishni saqlaydi. Dyson Airstraight ho'l sochlarni bir vaqtda o'zida ham quritadi, ham tekislaydi. Alohida sochingizni quritib olishingiz shart emas. Qurilmaning sensorlari haroratni soniyasiga 16 marta o'lchaydi. Sochni haddan tashqari qizib ketishidan himoya qiladi. Minimal harakat, maksimal natija, stil yaratish oson, xavfsiz va tez. Dyson Airstraight HT01 modelini chiqishi internetda vobshe bomba bo'lib ketgan, chunki bundan oldingi modelida faqat выпрямитель o'zi bo'lgan. Bunda уже fen ham qo'shilgan. Ishlash prinsipi juda oson. Yopib o'tirganda как fen bo'lib ishlayveradi. Уже ochib betga уже sochinglarni qo'yganingizda уже tekislashga ham o'tib ketadi. Keyingi model Dyson Airwrap ID HS08 model. Shu ko'pchilik biladigan, ko'pchilik ko'rgan, shu telefonga Bluetooth bilan ulanadigan model. Quande effekti sochni o'zi aylantiradi. Boshqa nasatkalari bo'lsa sochni quritadi, hajm beradi va tekislaydi. My Dyson programmasi bilan ishlaydi. O'zingizni soch turingizga qarab, o'zingizni rejimingizni ishlatasiz. ID Curl funksiyasi bu sochni jingallayotganda o'zi avtomatik sizni sochingizga qarab beradi. Styler. Airwrap ID HS08 modelining ranglariga keladigan bo'lsak, Tiffany rangi bor, keramik patina deyiladi, Vince Blue rangi bor, Jasper Plum rangi shu oxirgi chiqqan model va undan oldingi modellari bor, lekin hozir chiqish to'xtatilgan. Narxlar ozgina sun'iy oshib qolgan O'zbekiston bozorlarida Strawberry Bronze degan rangi va Red Velvet rangidan ham bor. Ranglarida narx-navosida ham rol o'ynaydi. Keramik patina yoki Vince Blue ranglari nisbatan arzonroq yuradi. Qolgan ranglari ularga qaraganda sal qimmatroq yuradi O'zbekiston bozorlarida. Endi Dysonning eng yangi va eng kuchli modeli Dyson Quande Kicks. Bu hozirgi kunda eng oxirgi, eng kuchli styler. Hozircha Quande Kicks faqat 2 xil rangda sotuvga berilgan. O'sha ko'pchilik bilgan, ko'pchilik yoqqan sakura rangi, keramik pink deyiladi. Jasper Plum, yangi chiqqan Jasper Plum rangida ham chiqqan. Yangi dvigatel oldingisidan 2 karra kuchli, haqiqatda ishlashi ancha kuchli bo'lgan. Quande effekti ham yangilangan, soch tezroq va aniqroq o'rab oladi. Nasatkalarni avtomatik ravishda aniqlaydi. Harorat, vaqt, burilish hammasi siz uchun moslashadi. Osti rejimi fen, o'sha jingalak qiladigan, выпрямитель, shu yangi qo'shilgan tekislaydigan, taro va brushing hammasi bor. Bu model professional darajadagi stilistlarni
imkoniyatlarni oddiy odamlarga beradi. Agar siz ayolingizga, o'zingizga eng zo'r, eng yaxshisini olmoqchi bo'lsangiz, bu model aynan o'sha model. Qaysi Dyson kerakligini aniqlashdan asosiy narsa bu ayolingiz qanaqa ishlatadi va qaysi biri yoqadi. Faqat основной quritishga bo'lsa, ko'p ukladka qilinmasa, eng moshnisi o'zingiz ham bemalol ishlatadigan, ayolingiz ham uyda ketma-ket ishlatsa ham zo'r ishlaydigan bu Dyson Neural Fan. Agar ayolingiz ro'molda bo'lsa yoki ko'p ukladka qilmasa, sochni tekislashga, quritishga zo'r tanlov bu Dyson Airstream. Agar bo'lmaydi, puliga ham yaxshi, o'zi ham shu ko'p funksiyalarni bajara oladigan model xohlasangiz, bu Dyson Airwrap IG. Maksimal darajada professional foydalanilsa, bu Koanda 2X modeli. O'zimdan kelib chiqib shuni ayta olaman, Dyson bu oddiy fen emas, bu qulaylik, ishonch va zo'r sovg'a. Agar siz ham shunaqa sovg'a olishni o'ylayotgan bo'lsangiz, bu video sizga yordam beradi degan umiddaman.